هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nur tefsiri 58. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nur suresi 58. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Ey müminler, sizlerning qullaringlar, cho'rilaringlar ve ichinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz fajrdan burun tushda uxlash uchun kiyiminglarni solgan chig'inglarda ve ishodan keyin mushundoq uch vaqtda yininglarga kirsa sizlardan ijozat so'rasin. Bu üç vakit sizlerning avratinglar ichilib qoladigan vaqtdir. Bu üç vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarga kirsa, sizlargami ulargami hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish-kelish qilib tursizlar. Alloh sizlarga oyatlarni, ya'ni shariat ahkomlarini ana shundoq bayon qiladi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Kichik bolalaringlar balog'atga yetganda ular ilgarikilar, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'ragandek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Alloh oyatlarini, dinning ishlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Yotliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnetlerini aşkarlamagan halda rida nimchiga o'xshash tashqi kiyimlerini selivetse, erlerinin aldıda adetdeki kiyimleri bilen yürse hiç günah yoktur. Tashqi kiyimlerini selivitishdan saqlansa ular uchun yaxshidir. Allah hammani anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir. Qul, cho'rilar ve narisidilarning kirishga ruxsat so'raydigan vaqtlar to'g'risida. Bu oyatlar yaqinlarning bir-biridan ruxsat so'rashi to'g'risidagi hukmni bayon qilib keldi. Biz yuqorida so'zlab o'tgan oyatlar yot kishilarning bir-biridan izn so'rashi to'g'risidagi hukmni bayon qilib kelgan edi. Alloh taolo mu'minlarning qul cho'rilari ve balog'atga yetmagan narisida bolalarini mundaq 3 vaqtda izn so'rashga buyurib mundaq dedi. Ey mu'minlar, sizlarning qullaringlar, cho'rilaringlar ve ichinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz fajrdan burun tushda uxlash uchun kiyiminglarni solgan chig'inglarda ve ishodan keyin mushundoq 3 vaqtda yininglarga kirsa sizlardan ijozat so'rasin. Bu 3 vaqtning biri fajrdan burungi vaqtdir. Chunki kishilar bu vaqtda o'rinlarida uxlayotgan bo'ladi. Yana biri tushlik uyqudagi vaqtdir. Chunki inson bu vaqtda kiyimlarini selivitib ayol bilan birga turayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, namoz ishodan keyingi vaqtdir. Chunki bu uxlaydigan vaqtdir. İnson ayoli bilan birga turayotganda yoki shuningdek ikkinchi birisining ko'rib qolishini xohlamaydigan ish qilayotganda qul, cho'rilar ve kichik bolalarning tuyuqsiz uyga kirib qolishidan qo'rqqanligi uchun ular mushu 3 vaqtlarda
izni so'rab kelishga buyurildi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: bu 3 vaqt sizlarning avratinglar ochilib qoladigan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarga kirsa, sizlargami, ulargami hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni, mushu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda sizlarning ularni kirgili qo'yganliginglar uchun sizlargami hech gunoh bo'lmaydi. Mubada ular mushu 3 vaqtlardan boshqa vaqtda kirib biror ishni ko'rib qolsa, ulargami hech gunoh bo'lmaydi. Chunki ular asli o'ylaringlarga izni so'ramay kirishga ruxsat qilingan kishilardir. Chunki ular sizlarning xizmatinglar uchun bo'lamdi yoki boshqa ish uchun bo'lamdi, qishinglarga kirib chiqib turadigan kishilardir. Bularga boshqalarga berilmagan kengchilik berilgandir. Bu oyat hukmi amal qilishdan qoldirilmagan oyat bo'lib, kishilarning bu oyatga amal qilishi nihoyat oz bo'lg'achqa İbn Abbas radhiyallohu anhu kishilarni bu ishda tanqid qiladi. Abu Davud İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ko'plagan kishilarning bu oyatga bo'lgan iymoni to'liq emas. Men ko'ramni qishimga kirish uchun izni so'rab kirishga buyurayman. Abu Davud Ataimu İbn Abbasning shundaq qilganligini rivoyat qildi dedi. Savri Musa ibn Abu Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Sa'ibdan bu oyatning hukmi amaldan qoldirildimi deb so'radim. Men Şabi'den bu ayetning hukmi amaldan qoldirildimi deb so'radim. Shabi, "Yo'q, hukmi amaldan qoldirilmadi" dedi. Men, "Undaq bo'lsa, kishilar bu oyatga amal qilmaydi-ku" dedim. Shabi, "Alloh taolo ularning bu oyatga amal qilishiga yordamchi bo'lar" dedi. Kichik bolalaringlar balog'atga yetganda ular ilgarikilar, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'ragandek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Ya'ni bolalar balog'atga yetmagan bo'lsa, yuqorida so'zlangan 3 vaqtda izni so'raydi. Agar balog'atga yetgan bo'lsa, u 3 vaqtda emas, balki uningdan boshqa hamma vaqtda izni so'raydi. Qeri ayollarning tashqi kiyimlarini kiymisimi bo'ladiganlik to'g'risida. Yatliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rinda nimchiga o'xshash tashqi kiyimlarini selvatsa, erlarning oldida odatdagi kiyimlari bilan yursa hech gunoh yo'qdir. Sa'id ibn Jubayr, Muqatil ibn Hayyan, Zahhak va Qatada qatorliqlar bu hayz ko'rishdan uzilgan, bola tug'ishdan to'xtab qolgan va ergi ishtiyoq yo'q ayollardir. Bu ayollarga kiyinishda boshqa ayollarga qo'yilgan cheklama yo'qdir dedi. Abu Davud ibn Abbasning Alloh taolaning mu'minlarga aytqinki, namahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini yopsin. Tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini oshkorlamasin. Lecheklari bilan ko'kraklarini yopsin degan oyatining hukmining ichidan uning yatliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rida nimchiga o'xshash tashqi kiyimlarini selvatsa, erlarning oldida odatdagi kiyimlar bilan yursa hech gunoh yo'qdir degan oyatida bayon qilingan bu xildagi ayollarning hukmi chiqarildi deganligini rivoyat qildi. Sa'id ibn Jubayr qeri ayol zinnatlarini ko'rsatish uchun
paltodek tashqi kiyimlarini selib etmaydi dedi. Tashqi kiyimlerini selib etishdan saqlansa ular uchun yaxshidir. Ya'ni tashqi kiyimlerini selib etish durust bo'lsa-mu, lekin uni salmaslik yaxshidir. Allah hammani anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir. Cihatga chiqalmasa amaga günah yoktur. Tokurga günah yoktur. Keselge günah yoktur. Ey insanlar, sizler öz öyleringlarda, yani erleringlarning, ayollaringlarning öyleride, atıllarыңlarning öyleride, anılarыңlarning öyleride, qerindaşlarыңlarning öyleride, hemşirenglarning öyleride, ya atanglarning qerindaşlarının öyleride, atanglarning hemşirelerinin öyleride, ya ananglarning qerindaşlarının öyleride, ya ananglarning hemşirelerinin öyleride, ya sizler aç kuşlarını başquradiganlarning öyleride, yani öy igisi sırtqı çıkıp ketip, öy bilen aç kuşni sizlerge tapşırganlarning öyleride, ya dostlarыңlarning öyleride icazetsiz birer nim yesanglar günah yoktur. Sizler topluşup yesanglarmı ya yekki yesanglarmı günah yoktur. Sizler öylerge kirgen çığınlarda özanglarga, yani öydeki kişilerge Allah belgilgen mübarek pak salamını veringlar. Yani Esselamu Aleyküm deninglar. Allah sizlerni düşensin dep ayetlerini muşundaq bayan kıldı. Uruk tuqqanlarning öylerinde ruhsatsiz bir nemi yeyishning durust ekanligi to'g'risida. Said ibn Jubayr ve Muqsimlar bir qism kishilar ko'r tamoqning yaxshisini ve tamoqni ko'rolmagachga, tokur dastıxanda yaxshi o'ltirolmag'achqa, onun qishida o'ltirg'ini, onun yeyishiga tegishlik bo'lgan tamoqini yeb bo'ladiganligi ve kesel tamoqni boshqalardek ko'p yeyolmaydiganligi uchun ularning yeyishiga tegishlik bo'lgan tamoqini jiq yeyilib, ularga uval qilib sanmasligi uchun uval qilib sanmayli deb ular bilan billa tamoq yeyishni yomon ko'radi. Ondan Allah Teala kishilarga ular bilan tamoqni billa yeyishga ruxsat qilib bu oyatni tushirdi dedi. Zahak Peygamber aleyhisselamga peygamberlik kelishdan burun kishilar o'zlarining shu kishilarga qarata cho'ngchilik qilib qo'yishidan saqlanish va o'zlarini ulardan ustun chaqlab selishdan saqlanish uchun ular bilan billa tamoq yeyishni yomon ko'radi. Ondan Alloh taolo bu oyatni tushirdi dedi. Abdurrazaq Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kishilar ko'r, tokur yoki kasalni otasining, qarindishining, hamshirisining yoki hammachilarning uylariga tamoq yegizish uchun aparsa, ular bizni boshqalarning uylariga boshlab opardi ekan deb u uylarga berishni yomon ko'radi. Shuning bilan ularning boshlab berilgan uyga berishini ruxsat qilib bu oyat tushdi dedi. Suddi bir kishi otasining, qarindishining yoki o'g'lining uylariga ular uyda yo'q vaqtida kirsa, uydagi ayol oldiga tamoq ilib kelsa, kirguchi uyning egisi bo'lgan er yo'q deb tamoqdan yemaydi. Shuning uchun Alloh taolo bu oyatni tushirdi dedi. İnsanlar sizlar öz öyleringlarda, yani erleringlarning, ayollaringlarning öylerida ijozatsiz birer nima yesanglar günah yoktur. Bu ayet ballarının öylerini mi öz içine aldı. Çünkü Allah Teala ballarının öylerinin hükmünü ayrım bayan kılmadı. Şuna bir insanın balısının mal dünyası, özünün mal dünyasının
o'rnida deydigan ba'zi olimlar o'zlarining bu ko'z qarashiga yuqoridagi oyatni dalil qilib keltirdi. Bu haqda Imom Ahmad va Ibn Majah payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sen ve mal dünyanın dadanga tevadır. Anılarınlarının öylerde, qerindaşlarınlarının öylerde, hemşirenlerinin öylerde, ya atanlarının qerindaşlarının öylerde, atanlarının hemşirelerinin öylerde, ya ananlarının qerindaşlarının öylerde, ya ananlarının hemşirelerinin öylerde, icazetsiz bir elini yiysenler günah yoktur. Yoksul kişinin haracetini beriş, onun bay tuqqanının üstüge perzdir deydigan alimlar, özlerinin bu köz qarashiga yuqorqi oyatni dalil qilib keltirdi. Öy bilen ochqishni sizlarga topshirganlarning o'ylarida ijozatsiz birer nima yesanglar gunoh yo'qdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Jubayr va Suddi bular bir kişinin kul ve ambarchisidek xizmatkorlardir. Ular xo'jayinlari ular qo'yib ketgan tamoqlardan normal yesi bo'ladi dedi. Zuhri Urvadan Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musulmonlarning jangi manganda öylerinin açıkışlarını özlerinin kepilliklerine berip biz sizlerinin ihtiyacınla düşken narsalarni yeyişinlarga ruhsat kıldık deydi. Ula andın ula bizning bularning öylerinden bir narsa yeyişimiz halal emas. Ula bizga ko'ngildan chiqarib ruhsat qilmadi. Biz faqat ularning narsalarini saqlab beradigan kishilar deydi. Şunun bilen Allah Teala bu ayetini düşürdü. Ya dostanlarının öylerinde icazetsiz birer nersi yisanlar günah yoktur. Yani sizler dostanlar ve septaşlarınlarının öylerden bir nersi yisanlar ulağı iğir kelmeydiganlıqını ve ulağının şunda qilishinglarni yaman ko'ymaydiganligini bilsanglar, ularning o'ylaridan tamoq yesanglar bo'ladi. Sizlar to'plashib yesanglarmi yo yakki yesanglarmi gunoh yo'qdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning ey mu'minlar, bir-biringlarning mollarini o'g'irlik, xiyonat bilan bulash, cezanı xorluq, qimar oynash qatorliq naq yo'l bilan yevolmanglar. Nahaq yo'l bilan yevolmanglar. Degan oyati tushganda musulmonlar birimizning mollarimizni nahaq yo'llar bilan yevilishimizdan to'sdi. Tamoqlar bo'lsa mallarning eng yaxshisidir. Şuna birimiz yeni birimizning uyda tamoq yeyishimiz halol emas deb bir-birining qishida tamoq yemaydigan bo'ldi. Ondan Alloh taolo jihadga chiqolmasa amaga gunoh yo'qdir degan oyatni ya do'stlaringlarning uylarida ijozatsiz birer nima yesanglar gunoh yo'qdir degan yergacha tushirdi. Ondan kishilar qishida birisi bo'lmasa tamoqini yolg'iz yeyishni gunoh deb qaraydigan bo'ldi. Ondan Alloh taolo ularga tamoqini yolg'iz yeyishga ruxsat qilib, sizlar to'plashib yesanglarmi yoki yakki yesanglarmi gunoh yo'qdir degan oyatni tushirdi. Qatada Kanane cemaatida bir kent bulup bular islom kelishdan burun davrda tamoqni o'z yolg'iz yeyishni o'zlariga xorliq hisoblaydi. Hatta ulardan biri och bo'lsa-mu toki to'ygining go'shidan yeb, sho'rpillaridan
ichishib bagili bir odamni topqicha bir top to'gini haydab yuratdi. Ondan Alloh taolo ular to'g'risida sizlar to'plashib yesanglarmi yo yakki yesanglarmi gunoh yo'qdir degan oyatni tushirdi dedi. Bu Alloh taoloning bir kishining ko'pchilik bilan tamoq yeyishi yaxshi va barakatli bo'lsa-mu, tamoqni yolg'iz yesimi bo'ladiganligiga bergan ruxsatidir. Ko'pchilik bilan tamoq yeyishning barakatli ekanligi to'g'risida Imom Ahmad mundaq bir hadis rivoyat qildi. Bir kishi payg'ambar alayhisalomga biz tamoq yeymiz, lekin to'ymaymiz dedi. Payg'ambar alayhisalom sizlar tamoqlarni chechilib yeydigan o'xshaysizlar. Sizlar tamoq yeganda bir yerga to'plashib va Alloh taolaning ismini deb yanglar. Tamoqinglarda barakat bo'ladi dedi. Bu hadisni Abu Davud va Ibn Majah rivoyat qildi. Ibn Majah Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tamoqni hammanglar bir yerga to'plashib yanglar. Chechilib ketmanglar, chunki barakat ko'pchilik bilan bo'ladi. Sizlar uylarga kirgan chig'inglarda o'zinglarga, ya'ni uydagi kishilarga Alloh belgilgan muborak pak salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Said ibn Jubayr, Hasan Basri, Qatada va Zuhri qatorliqlar bu oyatning ma'nosi biringlar yana biringlarga salom qilsin deganlikdir dedi. Ibn Jarir Abu Zubayrining men Jabir ibn Abdullahning sizlar balvaqallaringlarning qishig'a kirsanglar, ularga Alloh belgilgan muborak pak salomni beringlar, ya'ni assalomu alaykum denglar deganligini angladim. Men Jabir ibn Abdullahning bola chaqallarining qishig'a kirgan kishining ularga salom qilib kirishini farz deb qaraydigan o'xshaydi deb qarayman deganligini rivoyat qildi. Ibn Jurayj Ziyoddin Ibn Tavusning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biringlar uyga kirsa salom qilib kirsin. Mujahid sen masjidga kirsang payg'ambar alayhisalomga salom bo'lsin deb kirgan. Bolavaqaning qishig'iga kirsang ularga salomat qil va bir kishi yo'q uyga kirsang bizga va Alloh taolaning yaxshi bandalariga salom bo'lsin deb kirgan dedi. Bir kishi yo'q uyga kirguchi shundaq deyishga buyurilgan. Farishtalarning shundaq degichiga salom qaytaradiganligi bizga so'zlab berilgan edi dedi. Alloh sizlarni tushunsin deb oyatlarni mushundaq bayon qildi. Ya'ni Alloh taolo bu surada islom dinining cho'ng hukmlarini va shariat tuzumlarini tushunchilik ravishda bayon qilib o'tgan edi. Bu yerda bandalarga oyatlarini ularning tushunishi va o'ylanishi uchun mushundaq ro'shan bayon qilib beradiganligini eskartdi. Alhamdulillah, Alloh shukr bo'lsin. Yuqorida Sura Nur tafsiridan 61-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.